Bizler şu Balla sanatoriyasında 20 yıldan bana işlep yatırdık. Tüketildi. Kan disosiyalarının ön kanına gelip şu pulları öndürüş maksadında kembagal kısaltılış ve bentlice kömekleş bölümüne geldik ve ariza tapşırdık. Müracaatlarımızı hal kırıp verdiler. Bize övmeyen pullarımızı mekanik inspeksiyasında öndürüp verdiler. Bu hareket tarafına işleyen Ahmet. Mehnat ettiğimi her kim hakkını alışa haklı. Bana mehnat inspeksiyası yine bir mərtə ispatlap verdi. Haklarımızdan alışta katta kömək verdi, yardım verdi. Rahmetullah. Ushbu murojaatlar davomida fuqarolarning haqiqatan ish haqlari berilmagani holatlari aniqlandi. Fuqarolar bilan tuzilgan mehnat shartnomasi ish beruvchining tashabbusiga asosan bekor qilingan va O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 100-moddasi tartibida ko'rsatilgan ish haqqlari ushbu fuqarolarga berilmagan. Bu bo'yicha maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'iga yozma ko'rsatma berildi, lekin maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i tomonidan yozma ko'rsatma talablari bajarilmadi va shu holat yuzasidan Urganch tumanlararo fuqarolik sudiga da'vo ariza kiritilishiga sabab bo'ldi. Ushbu da'vo arizamizda fuqaroning haqiqatan ishlagan ish haqlari va unga tenglashtirilgan to'lovlar undirish yuzasidan sud hal qiluv qarori qabul qilindi.